Assalomu alaykum. Bolajon telekanalida bola boshidan ko'rsatuvi yana efirda. Ko'rsatuvni Aziz opam bilan men Madina olib boramiz. Urushmay, talashmay, bir-birimizni eshitib, fikrlarni pishitib sizga yetkazamiz. Ko'rsatuvni ikkita boshlovchi oborsa zo'rda. Ha, juda zo'r gaplashib, chaqchaqlashib. Ishtirokchilarchi? Ularni bekorga chaqiribmizmi? Hozir ularni tanishtiramiz. Tanishing, birinchi jamoa Behruz bilan Xadicha. Ikkinchi jamoamizning ishtirokchilari Ahmadjon bilan Xadicha. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Shartni boshlashdan avval bizning ko'rsatuvimizning an'anaviy savollari bor. U ishlarga yordam berasizmi? Oyim ko'chani supurishga yordam berishimi, ichki tomon yuvishga yordam berishimi? Barakalla Salim, barakalla. Sizchi qanday yordam berasiz? Oyimga yuvishlarga yordam beraman. Hovlini supurib chiqaman. O'zimni joyimni o'zim ishtirib qo'yaman. Ko'rib turganingizdek, ishtirokchilarimiz juda chaqqon va Mehnatkash ekan. sizchi Ahmadjon, uydagilarga qanday yordam berasiz? Men oyimga, buvijonimga do'kondan narsa olib kelishga yordam beraman. Ana chaqqon yigit. Sizchi Xadichaxon? Ojonim ko'ni tikadilar, men ojonimga yordam beraman. Qoyil Xadichaxon. Ham yordam beramiz, ham ishlarni to'g'ri bajarishni o'rganib olamiz. Qoyil. Bilasizmi Madina, bugungi ishtirokchilarimiz shartlarni bajarishda umuman qiynalishmaydi. Ko'rsatuvning shartlarini e'lon qilamiz bo'lmasa. Marhamat, boshladik. Oldinda 3 ta shart, sizlarga omad. Demak, boshladik. Ayni damda biz supermarketdamiz. Bu yerda o'tkaziladigan shart ko'pchilikka yoqadi. Biz bolalarga bozor qilish qiziqda. To'g'ri, juda ham qiziq. Hozirgi shartimizda ro'yxat o'qimaymiz. O'zbek alifbosida T harfidan boshlanadigan mahsulotlarni saralab, tanlab, jamoadagi har bir bolajonlar mana shu savatni to'ldirib olib kelishlari kerak. Bu yerda hamma narsa bor, faqat topish kerak. Demak, ishtirokchilarimiz ana shu T harfidan boshlanadigan mahsulotlarni topib, savatga solib, tanlab olib kelishlari uchun 3 daqiqa vaqt beramiz. Kim ko'proq va to'g'ri mahsulotlarni olib kelsa, o'sha jamoa g'olib bo'ladi. Shart tushunarlimi? Ha. Tayyormisiz? Ha. Qani boshladik. Ishtirokchilarimiz T harfi bilan boshlanadigan mahsulotlarni topib kelishdi. Birinchi bo'lib Ahmadjon bilan Xadicha shartni bajarishdi. Qoyil Ahmadjon bilan Xadicha birinchi bo'lib shartni bajarishdi. Siz T harfidan boshlanadigan uy-ro'zg'or buyumlarini bilasizmi? Xo'sh, Ha? bilaman. Tugma, To'g'ri. tovar, To'g'ri. tunog'ich. To'ppa-to'g'ri bilarkansiz. Qoyil. Endi ishtirokchilarimiz olib kelgan mahsulotlarni ko'ramiz. Qani boshladik. Qani marhamat, olib bering. Tomat. To'g'ri, tomat ham T harfidan boshlanadi va uy-ro'zg'orda juda ko'p foydalanamiz. Qani keyingisi? Voy, mazali shirinlik. Bayramlarimiz shirinliksiz o'tmaydi. To'g'ri, tort ham T harfidan boshlanadi. Ana, biz yaxshi ko'rgan tvorik. Juda to'g'ri, bu ham T harfidan boshlanadi. Qani, davom etamiz. Tuz taomlarimizni mazasini me'yorda ushlaydi. Qani? Qoyil, Ahmadjon tuxumni ham to'g'ri tanlabdi. Demak, birinchi bo'lib tanlab kelsalar ham hamma mahsulotlarning nomi T harfidan boshlanadi. Qoyil. Sanab ko'raylik, nechta mahsulot olib kelishibdi. Qani? 5 ta mahsulotni to'g'ri olib kelishibdi. Qoyil. Shartni ikkinchi bo'lib bajargan Behruz va Xadichani mahsulotlarini ham ko'ramiz. Biz ham to'g'ri mahsulotlarni olib kelibmiz. Qani, olib bering.
To'rt sizga. Behruz oliyjanob ishtirokchi ekanlar. Tort ham T harfidan boshlanadi, to'g'ri. Tomat ham T harfidan boshlanadi, juda to'g'ri. Tvorog ham T harfidan boshlanadi, bu ham to'g'ri. To'ppa to'g'ri. Tuxum, bu ham to'g'ri. To'g'ri, tuxum ham T harfidan boshlanadi. Ertalabki nonushtalarda maza qilamiz. Mana tish cho'tkasi. To'g'ri yondashuv. Tish cho'tkasi ham T harfidan boshlanadi. Qoyil, to'g'ri o'ylabsiz. Yana bor. Qani? Mana tish pastasi. To'g'ri, bolalar har kuni tishini yuvish kerak. To'g'ri, tish pastasi ham T harfidan boshlanadi. Qoyil, buni ham e'tiborga olibsiz. Endi mahsulotlarni ham sanaymizmi? Albatta, qani boshladik. Menimcha bularniki ko'proq hozir sanaymiz va bilamiz. Qani tezroq sanay qoling. 6 ta. 6 ta mahsulot. Demak, bu shartda ikkinchi jamoa g'olib bo'ldilar. Aziza opa, buvimning tishlari qattiq narsaga o'tmaydi. Olma yeyishga biroz qiynaladilar. Shuning uchun men ularga olmani qirg'ichda o'tkazib beraman. Voy, baraka toping, Madinaxon. Juda ham yaxshi ish qilar ekansiz. Bu vijoningiz maqtab, xursand bo'lib yesalar kerak. Bu vijoningizga qilgan bu yaxshiligingizdan men juda xursand bo'ldim. Bu vijoningiz ham quvonadilar, ich-ichlaridan xursand bo'lib sizni duo qiladilar. Bizning ishtirokchilarimizchi, ular ham bu vijonlariga mehribonchilik ko'rsatishadimi, yordam berishadimi? Ha. Xadichaxon, buvingizga qanday yordam ko'rsatasiz? Bu qo'llarini yuvsa, soch qolib kelaman. Qoyil, yaxshi. Behruz, siz buvingizga qanday yordam ko'rsatasiz? Bu narsalarni ko'tarashaman. Ularga og'ir ko'tarmasliklari uchun Behruz o'zlari yordam berar ekanlar. Bu ham yaxshilik. Sizchi? Bomboxonalarni tozalashga yordam beraman. Barakalla, Salim. Sizchi? Men bu jonimga ko'zoynaklarni topolmasalar, topib olib beraman. Barakalla, polvon bola. Juda to'g'ri. Qarang, barcha ishtirokchilarimiz oila a'zolariga, buvijonlariga juda yaqindan yordam berar ekanlar. Bugun oshxonada ishtirokchilarimizga qanday shart aytamiz? Bilasizmi, Madina, menga buvijoningizga olmani qirg'ichdan o'tkazib berganingiz juda yoqdi. Bu katta yaxshilik. Bugun ishtirokchilarimizga ham aynan shu shartni bersangiz bo'ladimi? Ha. Ular eplay olisharmikin? Bilmayman, ular eplasharmikan? Menimcha eplaysiz, ha? Ha. Eplaymiz. Shartni bajarishda eng muhimi sifat va vaqtga e'tibor beramiz. To'g'ri aytdingiz, Madina. Demak, shartni bajarish uchun ishtirokchilarimizga 5 daqiqa vaqt beramiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Marhamat. Boshladik. Ehtiyot bo'lamiz qo'llarimizga. Bu mana aytish kerak. Qoyil, polvon bola. Nariga tarafni. Mana navbatdagi shartni ham ishtirokchilarimiz juda faol bajarishdi. Ular uyda buvijonlarga yordam berganliklarini shundoqqina yana namoyish etishdi. Mana olmalarni qirg'ichdan o'tkazdilar va biz aytgandek vaqt va sifatga e'tibor berdilar. Ikkala jamoamiz ham bir vaqtda olmalarni qirg'ichdan o'tkazib bo'ldilar. Demak, bu shartda ikkala jamoa ham g'olib deb topildi. Aziza opa, bu shartga kerak-ku, qozonyapti deb o'ylamang. Nima qilibdi yesam? Mevalarning soni kamayib qoladi. Mayli, to'g'ri. Shartni bajarib bo'lishsa, keyin mazza qilib yeyman. Qani
ishtirokchilarimiz taklif qilamiz. Shartni bajarishga tayyormisiz? Ha. Tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Marhamat. Lavlagi. Qoyil, bittada topdilar. Siz uyda oyijoningizga qarashib turasizmi? Ha. Qoyil. Bu nima, Xadicha? Apelsin. To'g'ri. Voy, Madinaxon, bular hozir javob-ku. Ozgina qiyinlashtiramiz. Qani? Salatlarga solinadi, sho'rvalarga qo'shish mumkin. Qizil bulg'or qalampiri. To'ppa-to'g'ri, qizil bulg'or qalampiri. Sal qiyinlashadi. Ikki xil rangda bo'ladi, sariq va qizil. Sizni qo'lingizdagi qizil rangda. Lavlagi. Yo'q, yo'q, yo'q. Sho'rvalarga solamiz, salomatlikka koni foyda. Hidlab ko'ring-chi. Qani bering, balki bu ishtirokchimiz topishar. Qani siz topa olasizmi? Sho'rvalarga solish mumkin. Sholg'om. To'ppa-to'g'ri. Qoyil. Mana bu nima, Xadicha? Bu ana qalin nima deydi? Baqlajon. To'g'ri. Qani? Menga bu mahsulotni kompoti juda yoqadi. Hidlab ko'ring. Non. B harfidan boshlanadi, to'g'ri topdingiz. To'liq ayting nomini. Beg'i. To'g'ri topdingiz. Qoyil. Men. Olma. Hidlab ko'ring. Nok. To'g'ri. Marhamat. Osh bilan yeymiz mazza qilib qishda. Bilaman, lekin nomini esimdan Nomi nima ekan? T harfi bilan boshlanadi. Ta. Ha? Ikkinchi harfini. O'zingiz toping. Ta. Qani, balki ular topib ko'radilar. Xadicha, bu nima? Ushlab ko'ring. Hidlab ko'rishingiz. Shamollashda ham yeyish tavsiya qilinadi. Sholg'om. Topolmadilar, olib qo'yamiz. Bitta mahsulotni hozircha topolmadilar. Sarimsoq, piyoz. To'ppa-to'g'ri. Mana. Pomidor. To'g'ri. To'g'ri. Kartoshka. Deyarli hamma mahsulotlarni to'g'ri topishyapti. Men. Bodring. To'g'ri. Limon. To'ppa-to'g'ri. Limonni ham to'g'ri topishdi. Vitaminga boy limon. Mana Sabzi. to'g'ri. Piyoz. Siz piyoz yaxshi ko'rasizmi? Yo'q. Va oxirgi mahsulot. Olma. To'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Olma to'g'ri topdilar. Ko'z boylag'ichni yechamiz. Demak, siz qaysi mahsulotni to'g'ri topa olmadingiz? Voy, siz turp yemaganmisiz? Yemaganmisiz? Bolajonlarimiz, eng foydali tabiiy mahsulotlarni ko'proq yeng, chunki bu organizmni quvvat bo'ladi, tozalaydi. To'g'rimi, Madina? To'ppa-to'g'ri. Madina, siz ham turp yeb turasizmi? Ha, bilasizmi aziz opa, turp sarimsoq piyozdan ham foydaliroq ekan. Hazmni ham yaxshilaydi. Madina yosh bo'lishiga qaramasdan juda ko'p ma'lumotlarni biladi. Navbat keyingi ishtirokchilarimizga. Demak, shartimizni boshlaymiz. Aziz opa, Xadichani ko'z bog'lag'uchi menga yoqmayapti. Yana tekshirib ko'rmoqchimisiz? Marhamat, tekshirib ko'ring. Bu nechi baho? Ko'rmayapman. Men Behruzga to'la ishonaman. Demak, boshlaymiz. Qani?
Marhamat. Pomidor. Pomidor, to'g'ri topdilar. Bu nima? Hadicha? Apelsin. To'g'ri. Hidlamadilar ham. Bodarin. To'g'ri topdilar. Bu nima? Brokolami. To'g'ri. To'g'ri. Qoyil, ishtirokchilarimiz juda chaqqon. Qani hozir buni topisha olarmikin? Olma. Yo'q. Nok. To'g'ri topdingiz. Nima bu? Hidlab ko'rishingiz mumkin. Bosh harfi T dan boshlanadi. Hadicha topolmadilar, balki Behruz harakat qilib ko'rar. Marhamat Behruz. Biz buni foydaliligini bilamiz. Shamollashda ham ertalab kechqurun yesa rosa foyda. Topolmadingizmi? Birinchi topolmagan mahsulot. Davom etamiz. Bolgarskiy. Yo'q. Mana bu yerlarni ushlab ko'ring. Topolmadilar. Qani, Hadichaxon balki topar. Hidlab ko'rishingiz mumkin. Salatlarni tayyorlashda foydalanamiz. Bolgarskiy. Yo'q, Yo'q. topolmadilar demak. Ikkinchi topilmagan mahsulot. Aziz opa, sezdingizmi? Ha, sezdim Madina. Bular ham bulg'or qalampirini tezlik bilan bolgarskiy deyishdi. Bolajonlar, o'zbek tili me'yorlariga rioya qiling. Davom etamiz. Olma. Olma, to'g'ri topishdi. Beha. To'g'ri. Qani? Kartoshka. To'g'ri, kartoshkani ham to'g'ri topishdi. Xo'sh. Piyoz. To'g'ri. Topolmasangiz tatib ko'rishingiz mumkin. Yo'q, menimcha topolmadilar. Qizimizga beramiz. Hadichaxon, salim. Salatlarga qo'shiladi. Immunitetni ko'taradi. Shamollashda ham foyda. Oshga solsa ham bo'ladi. Topolmadingizmi? Uchinchi topolmagan mahsulot. Pomidor. Yana harakat qilib ko'ring. Kartoshkani o'rtog'i sho'rvalarga solinadi. Qizil va sariq rangda bo'ladi. Bu haqida ertak ham bor. Shog'lom. To'g'ri javob berdingiz. Sholg'om. Bog'chada bundan tayyorlangan sho'rvalarni rosa ichganmiz. Topolmadilar, qani? Mana. Balki bu o'g'il bola topishlari mumkin. Sho'rvalarda, salatlarda foydalanamiz. Qizil rangda bo'ladi. Topolmadingizmi? To'rtinchi topolmaydigan. Limon. To'g'ri. To'g'ri. Va oxirgi mahsulotimiz Sabzi. juda to'g'ri topdilar. Bu sabzi edi. Qani endi ko'zboylag'ichni yechamiz. Va topolmagan mahsulotlaringizga qaraymiz. Bu nima edi? Sarimsoq, piyoz. Ana shuni topolmadingiz. Ana shu turpni ham topolmadingiz. Endi umumiy hisoblarni hisoblaymiz. Navbat umumiy hisobga. Marhamat. Ikkala jamoa ham shartni faol bajarishdi.
Birinchi jamoamiz faqat bitta mahsulotni topisha olmadi. Qanday mahsulot edi? Turib, ikkinchi jamoamiz 4 ta mahsulotni topa olishmadi. Qanday mahsulotni topa olmadingiz? Sarımsak, piyoz, lavlagi, Turpni ham topa olmadingiz, baqlajonni ham topa olmadingiz. Jami 4 ta mahsulot topilmadi. Birinchi jamoa esa bitta mahsulotni topa olmay, shartimiz g'olibi bo'lishdi. Xadicha bilan Ahmadjonni tabriklaymiz. Shartlarimiz tugadi. Charchamadinglarmi? yo'q. Odatiy savolimiz bor. Sizga qaysi shart yoqdi? Menga ko'z boylog'i sharti yoqdi. Menga olma qirish yoqdi. Qoyil, sizgachi? Menga sinfitmatdan narsalarni xarid qilish yoqdi. Qoyil. Xadicha, sizgachi? Olma qirish shart yoqdi. Biz bu bolalardan she'r eshitmadik-ku. Qani Ahmadjon, she'r aytib bering. Biz yosh askarlar, mardum maydonmiz. Ona vatanga ko'ksi qalqonmiz. Vatanni asrash oliy burchimiz, birdamlikdadir qudrat kuchimiz. Qoyil. Xadichaxon, siz she'r aytib bering. Otamning otalari aslo demaymiz nari. Uyimiz usturi, siz itoatkormiz so'zsiz. Sizni hurmat qilamiz, juda yaxshi ko'ramiz. Qoyil. Yoshga to'linmay maktab sari ketdim men. Salom maktab, jon maktab, quchog'ingni ol maktab. O'zim yaxshi bolaman, eng a'lochi bolaman. Ona yurtim dilbandi, istiqlol farzandiman. Qoyil. Sizchi Xadichaxon qanday she'r bilasiz? Aytib bering. Daraxt shoxiga chiqib, tong saharda qichqirib, ququ horozim, bo'yi uzun tarozim, uyg'otadi hammani toji qizil horozim. Qoyil. Bunaqa yaxshi kayfiyatda endi hisobni e'lon qilsak ham bo'ladi. 2-2 hisobi bilan Aziza opa do'stlik g'alaba qozondi. Do'stlik g'alaba qozondi. Qanday yaxshi, hammangizni tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Ishtirokingiz uchun rahmat. Bu bola boshidan ko'rsatuvi edi. Yana ko'rishguncha. Xayr.